bolalarni unchalik yoqtirmasdim. Shovqin qilaversa, jig'imga tegadi. Сонда олардың ата-аналары айтып ketmaymi? G'alati bo'lgan, birovlarni bolasi yugurib keladi menga, quchoqlashadi, o'pishadi. Сонда сезінбейтін бе едіңіз еш? Isterika qilgan vaqtda narsalarni otadi yoki meni urib yuboradi. Nima qilishni bilmay qolardim. Psixologik jihatdan notinch oilada o'sgan bola agressivniy, lekin qiyin ekan. 40 daqiqani o'zi o'tmay ketadi. Мына жақсы. Хамиге сәлем. Бұл күнде лайк подкасты. Ал мен басылшыңыз Перизат Аяпбергенова. Бүгінгі мейманымыз кім деп ойлайсыз? Студент һәм соның менен бір қатарда көплеген жетістіктерге иесі. Мархамат. Assalomu alaykum. Meni ismim Zebinsa Tayirova bo'laman. Ajniyoznомадagi Nukus davlat pedagogika instituti maxsus pedagogika logopediya yo'nalishida o'qiyman. Bunga qo'shimcha sifatida tadbirkorlik bilan ham shug'ullanaman. Қандай зор. Зебінсо, не үшін инсанлар өзін таныстырғанда бірінші атын емес, фамилиясын айтады? Buni bir joyda eshitgandim. Hozir yodimda yo'q, lekin eshitishim bo'yicha agar o'zini ismini aytsa, demak u o'ziga ishongan inson bo'ladi. U o'zini birinchi o'ringa qo'yadigan inson bo'ladi. Shuning uchun ham u ismini aytadi. Boshqalar esa menimcha ota-bobolarni yaxshi ko'rishadi, shular bilan faxrlashadi. Shuning uchun familiyasini birinchi aytishadi. Рахмет, Зебінсо, жауаплар үшін. Ал сіз не үшін деп ойлайсыз? Төменге комментария бөліміне жазып кеттің. Демек, менде екінші сұрау, өмірдегі ұраныңыз қандай? Shiorim hech qachon to'xtamaslik va qanday imkoniyat kelsa ham lapay xo'p bo'ladi, men tayyorman deyish. Зор. Логопедия саласын таңдауыңызға не, яки болмаса кім түрткі болды? Bolaligimda ukamni tili chuchuk edi, r harfini ayta olmasdi. O'shanda aytardim oyimga hazillashib, shunday bolalarning nutqini tuzatadigan doktor bo'laman der edim. Va shu nasib qilgan ekan. Shu bolalar bilan ishlashish, bolalarni nuqsonini bartaraf etish, ularga yaxshi kelajakni hadya etish nasib qilgan ekan. Shu sohaga kelib qoldim. Hozir o'qib o'tirsiz, ya? Hozirda o'qib kelyapman va bundan tashqari tadbirkorlik ham qilyapman. Зор. Логопедия жөнелісіндегі амели сабақлар қандай өтіп отырды? Мәселен, сіздің басыңыздан өткен, себебі үкеңізбен байланыслы бұнда бірнеше сабақлар бар. Ал қазір амели сабақлар қандай болып жатыр? Bir ustozim aytardi, o'qishda kelganda 3 ta prinsip bilan keling. Birinchisi teoriya. Teoriyangiz zo'r bo'lishi kerak. Har doim teoriyangiz zo'r bo'lsa, amaliyotingiz ham zo'r bo'ladi deb. Birinchisi teoriya, ikkinchisi amaliyot. Albatta, amaliyot jihatidan nima qilamiz? Bizlar bolalarni ko'ramiz, har xil bolalar, nuqsoni bor bolalarni ko'ramiz, shular bilan shug'ullanishni ko'ramiz, YouTube'da ko'ramiz va nima deymiz? Har xil insonlarni mashg'ulotlarni ko'ramiz. Keyingisi esa o'zlarimizning chiqargan narsamiz, ya'ni o'zlarimiz teoriyadan foydalanib, amaliyotdan foydalanib, o'zlarimiz yangi narsa yaratish. Bu juda ham effektivniy yordam beradi. Sizga qanday осы мектепке шекемгі тәлім, логопедия жөнелісіндегі осы амели сабақлар қандай профессионаллықты беріп отырды? Қандай рауажанулар басқышындасыз? Hozir bolalarni juda ham yaxshi tushunyapman. Bu oldin bolalarni unchalik yoqtirmasdim. Shovqin qilaversa, Nega? chunki ular shovqin qilishadi, ular bir gapni tushunishmaydi. Shuning uchun hozir tushunib kelyapman, bolalar juda ham qiziquvchan bo'lishadi. Ular hamma narsaga qiziqishadi. Agar bizlar ularni rivojlantirsak, bizlar yo'naltirsak, ular nima qilishadi? Shu yo'nalish bo'yicha ketishadi va yuksaklarga yetishi mumkin ekan. Men shuni tushunyapman. Bolalarni hozirda yaxshi ko'raman, juda ham yaxshi ko'raman. Ular bilan shug'ullanishni, ular bilan
mashg'ulotlar o'tkazishni, ularni rivojlantirishni yaxshi ko'raman. Qanday жақсы. Балалар жаман көремін деген кезіңізде қорқып кеттім, себебі сіздің тікелей жұмысыңыз Құдай қаласа келешекте балаларға байланысты баслауыш тәлім, себебі хамде логопедия тілінде сондай нұқсаны бар балалармен іздесу. Ол жерде бірінші нәубетте инсан кеуіліндегі мехір, жүрек керек. Онан кейін барып тәжірибелі білімге текарланған әмели сабақлар болады. Кино бар ғой, білесіз ба? Мен біледі меніңше. Тангем. Сарай Жавахара, сонда табиб айтады ғой, мен емлеп атырман, бірақ бірінші нәубетте жүрекке мехір керек екен. Балалардың бетлеріне, үсті басына ташма-ташып кетеді ғой. Далада чайланның ішінде емлейді тангем, бірақ ұстазының емлеген балалары тангемнің емлеген балаларына қарағанда төмелеу емі қонады, рауажланады олар, не? Сол кезде түсініп жетеді. Бірінші нәубетте балаға, инсанға, барлығымызға мехір керек екен. Онан кейін барып тәжірибеге сүйенген сабақлар, қандай зор. Келешектегі логопед сипатында ата-аналарға қандай масахат бере едіңіз? Мәселен, қазір жақсы көріп басадыңыз балаларды, балаларға қандай шариат, қандай атмосфера керек? Hozir aytganingizdek, mehr birinchi o'chirda mehr kerak. Ikkinchisi e'tibor. Bolalar bilan shug'ullanish kerak ota-ona. Masalan, hozir to'g'ri hammada ish, pul topish yoki to'y, ma'rakalar bo'ladi. Bolaga 24 soatning hech bo'lmaganda 2 soatini ajratish kerak. U bilan qo'ldan kelgancha. Endi bu minimal hisoblaganda, maksimal hisoblaganda 24 soatning 24 ni ham bola bilan shug'ullansa bo'ladi. 2 soat, kamida 2 soat shug'ullanish kerak, gaplashish kerak. U bilan nima deyapti, u nimani xohlayapti, shularni bilish kerak va uni rivojlantiradigan o'yinlar o'ynatsin. Uni rivojlantiradigan korreksionniy sentrlar bor. Masalan, o'sha yerlarga olib borishsin yoki bog'chaga, kommunikatsiyaga yordam beradi bog'cha. Bog'chaga borgan bola bilan bog'chaga bormagan bolani farqi bo'ladi. Bog'chaga borgan bolalar kommunikatsiyaga kirishadi, odamlarni sezishadi, odamlar bilan gaplashishni, muloqot qilishni o'rganishadi. Bu bolaning rivojlanishi uchun juda ham muhim hisoblanadi. Keyin telefon ko'p bermaslikni tavsiya qilaman. Berish kerak, hozir rivojlanayotgan zamon, texnika zamoni, berish kerak, lekin vaqt soati bilan kerakli joyda uni olib qo'yib, u bola o'ynashi kerak, yugurishi kerak, yiqilishi kerak. Shuning uchun hamma narsa me'yorida bo'lgani ma'qul hisoblanadi. Тікелей перзентпенен ислесу керек па, яки ата-ананың бір-біріне деген мехірі де оған тәсір етеді ма? Бір-біріне болған қарым-қатынасы? Ta'sir qiladi. Psixologik jihatdan notinch oilada o'sgan bola agressivniy bo'ladi. Tushkunlikka tushuvchan bo'ladi. Agar u mehribon, bir-birini sevuvchi oilada o'ssa, ular quvonchni his qila oladi, baxt nima ekanini his qila oladi. Baxtni har kim har xil tushunadi hozirda. Baxt shakllanishi bu kichkina paytimizdan boshlanadi. Shuning uchun ham kichkina paytimizdan bizlarni tarbiyalayotgan ota-onamiz bir-biriga mehribon bo'lsa, bir-birini sevishsa, demak biz ham baxt nima ekanini tushunib, yaxshi, chiroyli rivojlanamiz. Баланың сөйлеу органдары, яғни аппаратлары дейміз, сол аппаратларды туыры рауажландыруда қазір әмели сабақларға барып атырсыз. Әмели сабақ дауамында балалар менен тікелей өздеріңіз ислесіп атырсыз ба, яки ұстазларыңыз көмегінде? Себебі әмели сабақларда да балаларды өзіңізге қойып берсе, оларды рауажландырудағы бірінші басқышлар қате кетпеу керек. Олардың өмірі үшін. Birinchi, ikkinchi kurs vaqtimizda bizlar faqat kuzatuvchi bo'lib borardik. Ya'ni o'sha yerning logopedlari, ustozlari bolalar bilan shug'ullanayotganini ko'rib, o'rganib borardik
va keyinchalik hozir 3-kursimiz, 3-kurs vaqtimizda o'zlarimiz ham individualniy ishlashyapmiz. Bu jarayon juda ham qiziq. Bolalar ishlagisi kelmaydi, erkalik qiladi yoki boshqa narsalar qilib ketishadi, diqqati tarqoq bo'ladi. Shularni jamlashga urinamiz. Ko'rgan paytimiz osonday tuyulardi. Yarim soat 40 minut nima degan gap o'tadi ketadi deb. Lekin qiyin ekan. 40 daqiqani o'zi o'tmay ketadi. Agar ketma-ket bola bilan shug'ullanadigan bo'lsak, bizlarning ham artikulyatsion apparatlarimiz charchaydi, mashqlar ishlayverib. Shuning uchun amaliy jihatdan ham ko'rib borish va shug'ullanib borish ham muhim hisoblanar ekan. Hozirgi kunda bizlar ishlashyapmiz bolalar bilan. Hozir professional emas, lekin ishlasha oladigan, bola bilan til topisha oladigan darajaga keldik. Bala менен қалай тіл табысып жатырсыз? Мәселен, жаңа инжектлікler qiladi dedingiz-ku. Эслемеймен дейді, ерінеді. Ерінбестен бұрын басқа нәрселер оның ітібарын алады бәрібір. Сол уақытта нелер менен оларды сабаққа бәнтлейсіз? Hozirda Себебі қазір бізді бірнеше сондай бір тілінде аз болсын ау, ондай аурулары бар, балаларымыз аз болғай. Сондай перзентлері бар мамашалар көріп отырған болса, бәрібір оларға керек үйінде шұғылдандыруға. bolani yoshiga qaraymiz. Agar u maktabgacha yosh bo'lsa, unga ko'proq o'yin sifatida o'tiladi. Masalan, shariklarni otib bu deb otishimiz mumkin. Vot shu vaqtda bola qiziqadi va uni takrorlay boshlaydi va nutq chiqadi. Agar u maktabga chiqqan bo'lsa, ya'ni 7 yoshdan katta bo'lsa, unga stolda o'tirib o'ynaydigan o'yinlar olib beramiz. Masalan, diqqatini jamlovchi puzzlelar yig'ishi mumkin yoki har xil narsalarni yig'ish, shunday o'yinlarni o'ynatamiz. Shuning orasida bizlar nutqni rivojlantirib boramiz. Qanday masalan? Qanday masalan? Masalan, bola necha yosh bolani olamiz? 5 yashar. 5-6 yoshda bolada ertak tuzish degan jarayon bo'ladi. Qo'shma gaplarni tuzish jarayonlari bu ketadi. Shularni rivojlantirishga qaratamiz. Agar bolada ular yo'q bo'lsa, ya'ni uning yoshi 5 yoshda bo'la qolsin, uni tili hali nutq jihatdan uni yoshi 3 yoshda bo'lishi mumkin. Demak, biz 3 yoshli bolaga qiladigan narsalarimizni qilib, uni yoshini kattaytirib boramiz, nutqiy jihatdan kattaytirib boramiz. Demak, uni 5 yoshli bolada qanday nutq bor, uni tekshirib olishimiz kerak. Nimalarni biladi, nimalarni bilmaydi. Agar agressiyasi bo'ladigan bo'lsa, qanday vaqtda u agressiya ko'rsatyapti. Shularni o'rganib chiqamiz va shunga qarab shug'ullanamiz. Agar bolada 5 yoshli bola 3 yoshli bolaning nutqiday bo'lsa, demak unga so'z boyligi kam. Demak, unga nima qilamiz? So'z boyligini ko'paytirishga yordam beramiz. Demak, predmetlardan boshlaymiz, keyin fe'llarga o'tamiz. Fe'llarda nima qilyapti, bu nima qilyapti so'raymiz, keyin uni yodlatib boshlaymiz. Bolaga qancha ko'p amaliy jihatdan yordam bersak, bola shunchalik tez rivojlanadi. 3 yoshgacha bo'lgan bolalarda nutq nuqsonlarini yo'q qilish boshqa bolalarga qaraganda oson bo'ladi. Nimaga? Chunki bola 3 yoshgacha bolani miyasi shu darajada bo'ladi, elastik bo'ladiki, bizlar qancha tortsak ham u tortilaveradi. Ya'ni qancha narsani o'rgatsak ham u o'rganadi, tez ong ostiga o'tib ketadi. 3 yoshdan keyin bu jarayon sekinlashib qoladi, lekin uni ham o'rgatsak bo'ladi. Ong ostiga yetib borishi sekinlashadi. Shuning uchun ham aytishadi, yoshlikda olgan bilim toshga o'yilgan naqsh deymi? Shunaqa. Eng birinchi sebeplari, masalan, сол тілінде нұқсаны бар балалардың ең бірінші себеплері неде? Яқы тума болып келеді ма? Меніңше бір қандай да бір нәрседен қатты қорқудан, яқы стресстан, яқы сол баланың ананың ішінде уақытында пайда болады ол, е? Ең бірінші себеплері неден пайда болады?
Менің пікірім, менің ойлауымша енді ол. Менің білгенімше. Hozirgi kunda ko'p olimlar bu haqida bosh qotirishyapti. Har kim har xil teoriyalar chiqarmoqda. To'g'ri, tug'ma bo'lishi ham mumkin, moyillik ham bo'lishi mumkin. Duduqlanish, masalan, qo'rquvdan keyin duduqlanish kelib qolishi mumkin. Duduqlanishni ko'p inson nima deydi? Otasi duduq edi yoki onasi duduq edi, bolasi ham duduq bo'ldi. Duduqlanish bu gendan genga o'tmaydi. Ya'ni onasi duduq bo'lsa, bolasida duduq bo'lib tug'iladi degan narsa yo'q. Lekin unga moyillik o'tadi. Ya'ni ona duduq bo'lsa, bolaga moyillik o'tadi. Yoki ota duduq bo'lsa, bolaga moyillik o'tadi. Agar biron nima bo'lsa, ya'ni u stressga tushadimi, qo'rquv bo'ladimi, shu vaqtda u duduqlanib qolishi ham mumkin. Lekin bu narsani oldini olish ham mumkin. Agar bola qo'rqmasa, yaxshi muhitda o'ssa, u duduqlanmaydi va bora-bora genda tashib yuruvchi xromosomalar yo'q bo'lib ketadi. Jo'xarida aytdingiz, tadbirkorlik bilan shug'ullanaman deb. Qanday tadbirkorsiz? Qaysi yo'nalishdagi? Bog'chamiz bor. Oilaviy bog'cha ochib qo'yganmiz uyimizdan. Shu yerda faoliyat yuritib bormoqdaman 2023-yildan boshlab. Boshda nyanka sifatida ish boshlaganman. Bolalarga ovqat yedirib, ularni yotqizib, turg'izib, kiyimlarini kiydirib, nyanka sifatida boshlaganman. Keyinchalik tarbiyachi sifatida faoliyat yuritdim. Hozirda shu o'zimning bog'chamda ham tarbiyachi, ham logoped, ham ish boshqaruvchi bo'lib shug'ullanaman. Qanday yaxshi. Siz bolalarni yaxshi ko'ruvdi qachondan boshladingiz? Qachondan boshladim? O'zi bolalarni u darajada yomon ko'rmayman, lekin jig'imga degan. Bolalarni 2023-yildan boshlab boshida qiyin bo'lgan. Menda hozir hisob kitob ketyapti-da. Masalan, bog'changiz bor. Bog'chada siz tarbiyachisiz. Siz ularning ikkinchi onasisiz. Sol yerga akeldi. Siz ularni 2 esa yaxshi ko'rib, ularga yaxshi mehr, e'tibor berishingiz kerak-da. Men sizning aytgan gapingizga qarab men qo'rqayin dedim. Sababi mening da farzandim bor. Yo'q. Boshida g'alati bo'lgan, birovlarning bolasi yugurib keladi menga, quchoqlashadi, o'pishadi. Shundan keyin nima qildi? O'zim ichimda mehr uyg'ona boshladi ularga nisbatan. Keyin ularni ham yaxshi ko'rib qoldim. Hozir kunda meni uzoqdan ko'rishsa yugurib kelishadi ular meni yonimga. Birga gaplashamiz, birga quchoqlashib o'tirishamiz. Agar yig'lab keladigan bola bo'lsa, u yarim soat, 1 soatsiz meni yonimdan ketmaydi, quchoqlab o'tiradi. Men o'qishga ketadigan paytim ular yig'lashadi, keling deb. Bir qiziq voqea bo'lgan. Endi 23-yildan boshlagan bo'lsam, 23-yil o'qishga kirdim. O'qishga kirgandan keyin 1 oycha bog'chaga umuman kirmay qo'ydim. Umuman bormadim, kirmadim va bolalar shu vaqtda bolalar meni turmushga chiqib ketgan deb o'ylashgan. Keyin borgan paytimda, 1 oydan keyin borgan paytimda, siz turmushga chiqmaganmidingiz? Siz yo'q bo'lib ketgandingiz-ku degan savollar berishgan. Bu menga juda ham qiziq va kulgili voqea bo'lgan. Men o'ylardim, ular men yo'q bo'lib qolsam, ular meni izlashmaydi deb. Lekin ular meni izlashib, sog'inib qolishgan. Siz turmushga chiqmagansiz yeli, Yo'q. Turmushga chiqib, Allah buyursa, analik baxtini sezingandan keyin bolalarga mehringiz yana 4, 5, 10 esega ham artadi. Allah buyursa. Yoshlarga tekarnan sizga mamlakatimiz tarafidan yaratilib o'tirgan imkoniyatlar, shart-sharoitlar esiga ashiq, ya. Tek qana bizdan talab etiladigan narsa, ani sol ashiq esiklardan to'g'ri ham unumli yo'l bilan foydalanib o'tib. Siz bu imkoniyatlardan qanday foydalanib o'tirsiz? Ham tenglishlaringiz arasida qanday yetishganliklaringiz bor? Sizda ayriqcha qilib turgan. Hozirgi kunda yoshlarga
haq gapni aytdingiz. Hozirgi kunda yoshlarga juda ham ko'p imkoniyatlar berishyapti, yaratib berishyapti. Buning uchun prezidentimizga katta rahmat aytaman. 2025-2026 o'quv yilida yil talabasi tanlovida yilning eng faol tadbirkor talabasida respublika bosqichida 2-o'rinni egallaganman. Bu menga juda ham motivatsiya bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi, chunki juda ham quvonganman. Bunga sababchi deb birinchi navbatda ota-onamni ayta olaman, keyin o'zimni tirishqoqligim deb ayta olaman. Bu yil talabasi tanlovida yutganim menga juda ham ko'p eshiklarni ochdi. Keyin bu eshiklarni ochgandan keyin albatta kirish kerak. Hozirda menga biror taklif tushsa yoki biror yerga borasanmi deyishsa, yo'q demayman hech qachon. Har bir imkoniyatdan odam yaxshi foydalanib olish kerak deb o'ylayman. Har bir imkoniyat bir marta beriladi va shundan unumli foydalanishga harakat qilaman. Siz uchun eng ulkan yetishganlik ne? Eng katta yetishganlik nutqida nuqsoni bor bolamni ravon nutqda gapirib ketishi, bu eng katta yetishganligim deb o'ylayman. Chunki ularni to'g'ri gapirganligi, ularni yomon xulqli bolalar bo'ladi. Shu xulqlari me'yorga tushib, kommunikatsiyaga kirisha olganligi men uchun juda ham katta muvaffaqiyat hisoblanadi. To'g'ri, o'qish jarayonlarida ham muvaffaqiyatlarim bor, lekin men eng kattasi deb shularni ayta olaman. Hozir amaliy saboqlarda yursiz. Jeki baxshangizda tilinde nuqsoni bor balalar bilan islashuv bosqichlari qanday bo'lib o'tadi? Frontal darslar olib boraman. Birinchi navbatda frontal darslarimiz qanday o'tadi? Unda guruh qilib o'ynaladi, ularga she'r aytiladi, tez ayttirish aytiladi yoki predmetlarni rasm ko'rsatib, ular nima deb so'raladi va ularni javobiga qaraymiz. Agar uni tilida nuqsoni bo'lsa, uni individual darsga olib o'tamiz. Individual darsda har bir bolamga 30 daqiqadan ajrataman va 30 daqiqani ichida uning diqqat faoliyati, tafakkur faoliyatlari bilan shug'ullanishdan tashqari nutqi bilan ham shug'ullanib ketaman. Faqat logoped sifatida emas, neyropsixolog sifatida, apoterapevt sifatida ham ishlashga harakat qilaman. Жаңа айтып отырсыз-го, masalan, группа qilib ishlataman shuninglarda, so'larning arasida бар bo'lsa, tilinde nuqsoni бар bala, оны жекеме алып ishlasaman deb. Сонда олардың ата-аналары айтып кетпейме, masalan, бақшаға апарады, менің баламның тілінде nuqsoni бар еді. Сол менен ishlasa аласыз ба? Сол менен ishlайтын яки сізде курс бар ма? Ондай итибары аз ата-аналарда бармая. Agar ota-onada bolalar ko'p bo'lsa, masalan, ish ko'p bo'ladi. Hozirgi kunda ko'p insonlar juda ham ko'p joyda ishlashadi, ya'ni bitta ish emas, 2-3 ta ishxonalarda ishlashadi. Shu tufayli bolasiga to'g'ri e'tibor bera olmay qoladi. Bu ota-onasi befarq-ku, o'zi aytish kerak-ku deb o'tirmayman. Bu juda ham xato. Chunki bu farzandlar aytishadi-ku, bir bolaga 7 mahalla ota-ona deb. Shu sifatda u mening ham bolam bo'lishi mumkin edi, u mening ham bolam deb u bilan ham shug'ullanaman, agar unda kamchilik ko'rsam. Jo'xarda aytib o'tdingiz, kichkintoy vaqtimizda inim sonday tilinde nuqsoni bor edi deb. Al hozir u to'g'ri bo'lib ketdimi? Ha. O'sha vaqtning o'zida nutqida nuqsoni yo'qolib ketgan, hozirda ravon gapiradi. Lekin shu vaqtlarda men juda ham ko'p aytardim. Shu nutqida nuqsoni bor bolalarni tuzatadigan doktor bo'laman der edim. Keyinchalik u nutqida nuqsoni degan tilimdan tushib qoldi-da, faqat doktor bo'laman degan niyat bor edi. Zo'r. Masalan, hozir tek balalarga
ракурсымызды қаратып жатырмыз да, бірақ сондай тілінде нұқсаны бар үлкен инсанлар да бар. Бірақ олар логопед орайларына барады ма? Мәселен, сіздер енді көп Амелия естісесіз, мұражат қылады ма? Rostini aytsam, ular uyalishadi. Тартынады. Ha, uyalishadi. Ko'pchilik eshitganman, o'zim ko'rmaganman, lekin eshitganman. Katta bo'lganda уже ular oila qurish kerak, turmush qurish kerak. Shu vaqtlarda ota-onasi nima qiladi? O'zi qo'lida yetaklab olib kelishadi, logopedlarga olib kelishadi. Bu bolam duduq edi, bu bolam rini ayta olmaydi yoki sini ayta olmaydi deb olib kelishadi. Yoki o'zlari asosini kelishadi, ya'ni o'zlari bilib, o'zlarining nutqini ravon bo'lishi uchun kelishadi. Bor. Faqat ular emas, falajlik bo'ladi-ku. Insultdan keyin falajlik kelib chiqadi. Falajlik kelib chiqqandan keyin bilamiz, insonni bir tarafi ishlamay qoladi. Shu vaqtda til ham to'g'ri ishlamay qoladi va ular ham logopedga muhtoj bo'lib qolishadi. Bir insonni, masalan, сол nuqsoni bor inson keldi oldingizga, сол menен islesu prosessi qancha vaqtga soziladi? Qancha vaqtda ол тәуір болып кетеді? Sizning shinig'uvlaringizga yoki uning harakatiga байланыслы? Ikkalamizga ham bog'liq. Chunki men harakat qilganim bilan u harakat qilmasa foydasi yo'q. U harakat qilib turib, men sustkashlik qilsam, buni ham foydasi yo'q hisoblanadi. Agar ikkalamiz birdek harakat qilsak, shu vaqtda zo'r natija chiqadi. Uy sharoitida, masalan, hozir logoped o'raylari puli ayna yoki kunini? Kuniga. Kunini. Uy sharoitida, masalan, жағдайы жоқ шаңырақлар бар, мүмкін. Uy sharoitida ishleu uchun qanday shinig'uvlarda maslahat berer edingiz? Hozir kunda YouTube'da juda ham ko'p mashqlar bor, lekin hammasi ham hamma tipga tushib ketavermaydi. Hozir logopedlarimiz juda ham ajoyib, juda ham oqko'ngil. Agar ulardan so'rashsa, ular yo'nalish berishadi. Shu orqali ular o'zlari uyda mustaqil ravishda qilishlari ham mumkin. Agar so'raydigan inson topa olishmasa, menga murojaat qilishi mumkin. Men ham yo'nalish berib yuboraman. Siz yo'nalish bermasdan o'zingiz tavr qilib jibera olasizmi? Bo'lishi mumkin. Agar hamma narsa harakatga bog'liq. Agar inson biror nimani chin yurakdan istab, chin yurakdan harakat qilsa, bu albatta natija beradi. Albatta. Umringizda shukrchilikda qanday sezinasiz? Qaytib sezinasiz? Instagramlarda ko'rganmiz, shukronalikni yozamiz. Allohga nima deydi? Shukronalik yozamiz. Kuniga 10 ta shukronalik yozamiz degan. Men ham sinab ko'rganman. 10-kun kelganda, 10-kunga kelganimda u shukronalikni qarasam, menda shukr qiladigan narsalarim juda ham ko'p ekan. Insonlar o'zi u miyasida bo'ladi-da baxt. Agar men o'zimni baxtsizman desam, demak men baxtsiz bo'laman. Agar men miyamga shu narsani singdirsam, ya'ni men baxtliman deb qarasam, oramizda insonlar ham yoki atrofimizdagi insonlar ham baxtli bo'ladi. Ya'ni qaraymiz, agar men olamga negativ fikr bilan qarasam, to'g'ri, negativlar ko'p. Negativ bo'lib ketadi hamma yoq. Agar men hamma yoq yaxshi deb, hamma baxtli deb, hamma yoqni pozitivniy jihatini qarasam, pozitivniy bo'ladi. Demak, nima qilamiz? Biz shukronalikni kunda, har kuni o'zimiz uchun dilimizda aytib o'tishimiz kerak. Shunda bu baxtli bo'lishimizga qadam bosgan hisoblanamiz. Instagram sotsial tarmog'ida 10 kunlik shukronalik, ya'ni shukrchilik aytuv marafonida qatnashmay turib
қалай сезінетін едіңіз? Сонда сезінбейтін бе едіңіз еш? U narsalarni o'ylamasdim. Oldin judayam yaxshi ko'rardim, o'qishni yaxshi ko'rardim. Maktab vaqti umuman tadbirlarga qatnashmaganman. Umuman qatnashmaganman. Faqat o'qish, boshqa narsani xohlamaganman. Shu narsa bo'lgan. Demak, boshqa narsalarni o'ylab ko'rishga vaqtim bo'lmagan. Boshqa narsalarga umuman e'tiborimni qaratmaganman. Barcha diqqatimni o'qishga qaratganman. Va o'qishdan keyin endi boshqa narsalarga ham qaratyapman. O'quvingiz jeki tadbirkorman deb atirsa, жұмысларыңыз өзіңіздің hamda жетіскерлік жолындағы harakatleringiz arasındагы балансты қайтып осылайсыз? Rostini aytsam, bu judayam qiyin. Boshida qiyin bo'lgan. Agar inson ishlayotgan narsasini judayam yaxshi ko'rsa, undan energiya oladi va bunga umuman nima qilamiz? Kunda agar chanqasak suv ichamiz, agar och bo'lsak ovqat yeymiz. Shunaqa narsaga aylanib ketar ekan. Agar bizlar chin yurakdan yaxshi ko'rsak, ishimizni ishlaymiz. Ya'ni vaqt topamiz hamma narsaga. Bilasizmi? Hammamizning bu umrga keluvdan sebebimiz bor. Sizning sebebingiz ne? Bolalar bilan ishlashish, ularga to'g'ri yo'nalish berish va ularga yordam berish. Hozir so'rovimga takrorlanib javob berib o'tirsizmi yoki o'sha vaqtga shekim o'ylanib ko'rdingizmi? Masalan, men umrga ne sebepten keldim? Ne sebepten zebini solman deb. Oldinlari o'ylardim, ota-onamni rozi qilish uchun, buyuk inson bo'lish uchun. Buyuk inson bo'lish uchun sen taniqli bo'lishing kerak emas. Buyuk inson bo'lish uchun sen podshoh bo'lishing kerak emas. Buyuk inson bo'lish uchun katta qalb egasi bo'lishing kerak. Ya'ni hammani sig'dira olishing kerak. Hammaga yordam berishing kerak, oqko'ngil bo'lishing kerak. Men ham shu prinsipga asoslanib endi bolalar bilan ishlashni juda ham yaxshi ko'rib qoldim. Hozir kunda bolalarni bir kun ko'rmasam tura olmayman. Yakshanba kunlarim juda ham sekin o'tadi. Boshqa kunlar tez o'tadi. Yakshanba kunim juda ham sekin o'tadi. Bolalar bilan ishlashsam, bolalar bilan gaplashsam, ular olamni boshqacha ko'rishadi. Juda ham ajoyib, juda ham rang-barang. Biz kattalar ularni qoraytamiz, qora ranglar beramiz. Bolalarda qora rang yo'q. Bolalarda har kamalak ranglardek rang-barang hayot. Bolalar bilan gaplashganim sari, bolalar bilan shug'ullanganim sari mening ham hayotim rang-barang bo'lyapti. Ata-onama munosib farzand bo'lsam dedingiz yuqorida. Ata-onangiz sizga qanday bolalikda in'om etdi? Biz bolaligimizda umuman hech nimani o'ylamasdik. Dadam bor, onam bor. Har doim biror muammo chiqsa yoki biror nimani bildirib qo'ysak yoki biror nima qilib qo'ysak, to'g'ridan to'g'ri dadamizga yoki onamizga ayta olardik. Bu ham menimcha juda ham ajoyib deb hisoblayman. Chunki bu narsani hamma ham bera olmaydi o'z farzandlariga. Biz juda ham baxtli bo'lganmiz. Biz hayotni yomon tarafini, hayotni achchig'ini ko'rmaganmiz. Endi ko'ryapmiz. Hayotda bunaqa insonlar ham bor. Hayotda bunaqa insonlar ham, yomon insonlar ham bo'lishi mumkin. Hayotda o'zini manfaatini o'ylaydigan insonlar ham bo'lishi mumkinligini endi ko'ryapman. Bolaligimda umuman hamma inson menga ideal tarzda ko'rsatilgan, ya'ni hamma baxtli hayotda kechiradi, hammani uyida shunday narsalar bo'ladi, dasturxon har doim to'liq bo'ladi deb o'ylaganman. Bu menimcha eng yaxshi bolalik. Qanday yaxshi. Eng yaxshi bolalikda in'om etgan ata-onangizga rahmat. Bilasiz, ba'zida biroq yomon inson bo'lmaydi, yomon niyatli inson bo'ladi. Layim yomon niyatli insonlarning niyatini Alloh yaxshi qilgan. Sharasiz qolgan
бір жаман жағдайда қалған уақытыңыз болған ба? Мүмкін қазір теңдесілеріңіз арасындасыз, достар барысында. Ishimga bog'liq sifatida aytsam, agar bola meni oldimga kelib turibdi va men unga yordam bera olmasam, ishga kirgan paytlarim tajriba olish uchun korreksionniy sentrda ishlaganman. O'sha vaqtlari nima qilishni bilmay qolardim. Bola bilan ishlashni bilmay qolardim. Ustozim chiqib ketgan vaqt menga qolib ketardi. Men ishlashni bilmay qolardim. U bola yig'lardi yoki isterika qilardi. O'sha vaqtlari uygacha borish yo'lda yig'lab qolardim uygacha. Chunki men u bola bilan ishlasha olmayapman. Uni ota-onasi menga ilhaq bo'lib, mendan natija kutib, menga muhtoj bo'lib kelib turgan vaqtda men bolaga yordam bera olmaganman boshda. O'sha vaqtlar juda ham qiyin o'tgan menga. O'sha vaqtlarni eslasam, nimaga o'rganmaganman deb qolaman. Hozir nega yig'lag'ingiz kelyapti? O'sha vaqtda qiynalganman. O'sha vaqtda juda ham qiynalganman, chunki bila olmaganman, nima qilishni bilmaganman, nima qanday isterika qilgan vaqtda, masalan, isterika qilgan vaqtda narsalarni otadi yoki meni urib yuboradi. O'sha vaqtlar nima qilishni bilmaganman va noto'g'ri qadam bosib qo'ygan bo'lsam-chi deb haligacha qiynalaman. Или turmushga chiqmagansiz. Biroq atrofingizda do'stlaringiz mumkin бар turmush qurgan, ya? Ularning umri ham o'zingizning kelishakdagi ko'z oldingizga keltiradigan umr qanday etib sifatlar edingiz? Masalan, hozir atrofingizda yaxshi umr surib o'tirgan, ya? Yaxshi umr bo'lganda qaynene, qaynota, umrlik yo'ldosh bilan yaxshi qarim-qatnas. Bu yaxshi umr bizlarda, materiallik жағдай емес. Ал оның керісі де бар да, себебі қазір көптеген жағдайлар тек арында көп ажырымларға себеп болып жатыр. Мәселен, сіз келешектегі өмірлік жолдасыңызды қайтып көз алдыңызға келтіресіз. Яки болмасам, келешектегі сол барыбір бұл өмір әрбір инсан жұбыменен жаралады. Келешектегі өміріңізді қайтып көз алдыңызға келтіресіз. Бұл сұрауды беріп отырғанымның себебі бізде күнделік подкастта білсеңіз керек, аял қызлар, көбінесе қызлар, келіншектер көреді, қарайды. Turmushga chiqish, oila qurish. Har kim har xil yoshda turmush quradi. Men o'ylashimcha, hamma o'zi tayyorman degan vaqtda turmush quradi. Ya'ni kishilar bor 18 yoshda, 19 yoshda turmush quradi. Ular o'zini tayyorman deb his qilishadi va turmush qurishadi. Insonlar bor 25-27 yoshlarida turmush qurishadi. Ular o'sha vaqtda tayyor bo'lishadi. Insonning miyasida shunday, insonning xayollarida, insonning ongida u o'zi tayyorman degan narsa bo'lgan vaqtda turmush qurish kerak va munosib insonni topgan vaqtida, ya'ni agar turmush o'rtog'ini, ya'ni o'sha bo'lajak turmush o'rtog'ini gap so'zlari, bir-biri bilan dunyoqarashi to'g'ri keladigan bo'lsa, turmush qurish kerak. Agar meni o'ylashimcha, agar ikki xil dunyo deymiz, ikki xil ko'z qarash, dunyoga ko'z qarashli insonlar turmush qursa, bu juda ham ko'p konfliktlarga olib keladi deb o'ylayman. Shu sababli ham keyin qars ikki qo'ldan chiqadi deganday, urush janjal faqat bir insondan chiqmaydi. Meni bitta do'stim bor. Agar bizlar konfliktga kelib qoladigan bo'lsak yoki boshqa nimaga kelib qoladigan bo'lsak, urusha olmaymiz. Chunki u urushni istab turgan vaqtda men istamayman va men hech nima demayman. Uni so'zlariga qo'shilaman va bu tema yopiladi. Yoki men urushni istagan payt u yoqtirmaydi urushni va u ham to'xtatadi. Shu bilan bosti bo'lib ketadi. Ya'ni urush bir tomondan chiqmaydi.
aybni inson o'zidan boshlashi kerak, keyinchalik u atrofdagilardan qidiradi. Bizda judayam ko'p atrofidagilarni, ya'ni qaynona, qaynotasini yoki erini yomonlashadi, lekin o'zimizga kelgan paytda biz farishtamiz. Hech kim o'zini yomonlagisi kelmaydi, lekin ich-ichimizdan o'ylashimiz kerak. Men qayerda xato qildim? Nima uchun bunday bo'ldi? Nima sabab? Bitta ustozim aytardi, hozirda sizni atrofingizda bo'layotgan narsalarga qachondir sizni aybingiz tufayli shunday bo'lgan. Agar yomon bo'lsa, agar yaxshi bo'lsa, qachondir siz bir nima qilgansizki, shu yaxshilik hozir kelyapti. Ya'ni inson o'zini taqdirini o'zi hal qiladi. Ko'pchilikning qilатын қатесі айыпты сырттан іздеу. Бірінші, ракурсы өзіне қаратпауы. Өмір сізге үйреткен ең үлкен сабақ, һәм оннан сіз қандай жұмақ шығардыңыз? Men bir joyda to'xtab qolmaslikni o'rgandim. Qachon? Texnikum o'qigan paytim, texnikumning 3-kurs vaqti edi. Kursga qatnab boshladim. Shu vaqtda men oldin o'zimni faqat boshimni egib kitob o'qib o'tirgan insondek his qildim. Boshimni ko'tarsam, bu yerda odamlar bor, bu yerda rivojlanayotgan odamlar bor, boshqacha narsalar bor. Demak, dunyo o'zgaryapti, zamon o'zgaryapti. Biz shu zamon bilan ham nafas yurishimiz kerak. Ya'ni faqat o'qish deb qolmay, faqat karyera deb qolmay, atrofimizga qarab turishimiz kerak. Nimalar bo'lyapti, dunyoda nimalar bo'lyapti, o'shalarga qiziqishimiz kerak. Men o'qishga kirgan paytimda, ya'ni institutga kirgan paytimda 2023-yil, o'sha vaqtda hayron qolganman. Voy, shunaqa narsalar bor ekan-da. Yil talabasi degan narsalar bor ekan, tanlovlar bor ekan. Shunday rivojlanayotgan, shunday chaqqon qizlar bor ekan. Meni nima kam joyim bor deb ularga qarab, ularga havas qilib o'z faoliyatimni boshlaganman. Ya'ni nima qilish kerak? Insonlar atrofdagilar bilan tengdek rivojlanishi kerak. Uning uchun atrofimizdagi odamlar ham rivojlangan bo'lishi kerak. Agar yonimda yurgan o'rtoqlarim bilishadi, agar men bir kitobni o'qib chiqsam, bir kitobni nima qilsam, birta ma'lumot ham bilsam, kelaman o'sha kuni o'shani qanday bo'lsa shunday qilib yetkazib berishga harakat qilaman ularga. Bu bora hozir odatga aylangan. Ya'ni ular biror nimani bilsa bizlarga yetkazishadi, men biror nimani bilsam ularga yetkazishaman. Demak, nima qilyapmiz? Bir-birimizni rivojlantiryapmiz. Inson hech qachon bir o'zi rivojlana olmaydi. Yonidagi insonlari ham rivojlansa, ular raqobatli atmosfera yaratishadi. O'sha raqobatda siz rivojlanib boshlaysiz. Agar yonimizdagi insonlar rivojlanmasa, yonimizdagi insonlar faqat o'qish desa yoki faqat uyim joyim desa, bizlar ham shu nimada qolib ketamiz. Zo'r. Hozir ko'rib o'tirgan ixlosmendlarga murojaatimda, siz qanday jamiyatda yuribsiz? Atrofingizдағы insonlar kimlar? Соларға bir nazar saling, ham kommentariyaga kimlar qatarында ekaningizді жазып кетің. Және бір нәрсе сұрағым келеді. Күніменен кітап оқу, көптеген кітапларды жұмақлау хақында айттыңыз. Менің ең ақырғы оқыған кітабым Ахмад Лүтфі Қазончы. Өгей ана кітабын оқыдым. Жұмақлап, Ербақонны оқып отырмын. Қазір ғоям. Ал сіздің ең ақырғы оқыған кітабыңыз қандай? Psixologiyaga qiziqaman. Psixologiya kitoblarini o'qishni yaxshi ko'raman. Hozirda birinchi kurs paytlarini esga solib, umumiy psixologiya kitobini o'qiyapman. Bundan tashqari День, когда рухнул мир degan qozoq yozuvchisi, adashmasam ismi yodimda yo'q, shu kitobni o'qiyapman.
психологияны тек қана психологияға арналған кітаплардан үйренеді ма адам, яки оқыған кітапларының ішінде тәжірибелер болады, әрқилы хикаялар дейді ғой, историялар болады, солардан да үйренеді ма? Inson kritik bo'lishi kerak, ya'ni har taraflama qarab bilish kerak. Bir situatsiyaga har taraflama qarab bilish kerak. Agar bizlar shuni o'rgansak, psixologiyani juda ham yaxshi o'rgangan hisoblanamiz. Masalan, bir voqea bo'ldi, ikki do'konni urushib qoldi. Qaysi tarafdaman qaraganda kim haq, kim nohaqligi ko'pincha shu muammo bo'ladi. Ikki tarafni ham o'rganamiz va o'zimizga xulosa chiqaramiz. Qanday situatsiya bo'ldi u yerda? Nima bo'ldi? Nima uchun shunday bo'ldi? Inson o'zini egoist bo'ladi. Hamma inson egoist bo'ladi, o'zini yaxshi ko'radi. Shuning uchun nima qilishimiz kerak? O'zlarimizni birinchi o'ringa qo'yishimiz kerak, lekin atrofdagilarni ham tushunishimiz kerak. Agar biz ularga zulm o'tkazsak, agar biz ularga biror nimani buyursak, u hech kimga yoqmaydi. Agar biz iltimos qilsak, u qanday bo'ladi? O'shalarni o'rgansak, bu juda ham hayotda yordam beradi. O'zingizning tenglishlaringizga, qala bersa, ixlosmandlarimiz arasidagi yosh qizlarga qanday maslahatlar bergan bo'lar edingiz? Birinchi navbatda o'qish. Teoriyani yaxshi bilmagan ustoz amaliyotda qiynaladi. Ya'ni teoriyani yaxshilab o'rganish, nima sohani o'rganmoqchi bo'lsa ham, u sohada qaysi yo'nalishlar bor yoki hozirgi paytda Amerikada, Rossiyada, Xitoyda, Yaponiyada nimalar bo'lyapti? O'sha soha qanday rivojlanyapti? O'shalarni bilishsin. O'zini sohasini yetuk mutaxassisi bo'lishga harakat qilishsin. Keyin hech qachon berilgan imkoniyatdan foydalanmay qolishmasin. Ya'ni biror taklif tushsa yoki biror musobaqaga qatnashib ko'rasanmi deyishsa ham qatnashib ko'rsin. O'sha vaqtda muvaffaqiyat kutilmagan joydan bo'ladi. Omad bu 30% ni tashkil qiladi deb o'ylayman. Qolgan 70% harakatdan bo'ladi. Hech qachon harakatdan to'xtashmasin. Zebiniso 10 yildan keyin o'zin qaysi yerlarda ko'radi? Nasib bo'lsa, mehribon ona sifatida, rafiqa sifatida va bolalarga yordam beruvchi inson sifatida ko'radi. Zebiniso, vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun rahmat. Balalarni yaxshi ko'rib, ularga jardam beruvdan charchamasdan, hamda kelishakdagi aldidagi qo'ygan vazifalaringiz, maqsadlaringizning barchasi tikkili balalarga arnalgani uchun men o'zim sizga ulkan minnatdorchiligimni bildiraman. Sebebi balalar bu bizning kelishagimiz. Sizning de жұмысларыңызға табыстар. Ала бuyursa, алдыңызға қойған har bir жақсы ниетлеріңіз, арзуларыңыз, мақсатларыңыз жолдасыңыз болғай. Біз сізді buyursa, келілік өмірге қадам басқан уақытларыңызда да шақыру несіп етке. Ал ол кезде сіздің көксіңіз толы ордерлер менен келу buyurғай. Рахмет. Sizga ham men taklif qilganingiz uchun, shunday ayollarga e'tibor berayotganingiz uchun minnatdorchilik bildiraman va ushbu ko'rsatuvga omadlar tilayman. Rahmat. Bu ko'rsatuvni oldin ko'rib turgan edingiz negisi? Ko'rgandim. YouTube'da yoki Instagramdami? Instagramda oldimdan chiqib qolgan. Oldimdan chiqib qolgandi. Rahmat. Endi har doim qoldirmasdan ko'rasiz, ham podpisatsiya etib qo'yasiz degan umiddamiz. Bu Kundelike podkasti. Sizlar bilan birga bo'lgan Zebiniso hamda Perisat. Sotsial tarmoqlarimizga a'zo bo'ling ham kunde like bosing. Xo'sh, salomat bo'ling.